Tuğanlar assalomu alaykum. Bismillah deb biz ishda bitik inshaalloh. Очередной pechka. Buyursa bu xizmat Qorasuvda bo'ldi. Yana bu parova отопление bo'ldi. Shu pechkaga parovoy qilsa bo'ladi deganlarga dag'i bir parova отопленияda bo'lgan ishimiz tugandi inshaalloh. Hozir kichkina yumushlari qoldi. Bu jag'i как положено немецкая система, o'dasi 3 оборот bo'ladi. Duvaldan как положено ko'rsatga chiqmaydi. Aynektik eshiklar menen buyursa. Meni yoqqa 12 litr qozon botat, mantiqasi qamdalaganga botat, 1,5 metr bo'ladi. Qisqasi. Mana duxovkada samsamanda gangara pishiradi. Xo'p, xudo xolasa hozir o't jandirib tele ko'rsatamiz. Varshik yumushlari kichkina qoldi. Orqa jag'i. Orqa jag'ida kichkina уже protsess ketdi. Inshaalloh. Полный video обзорын chiqaramiz. Qancha komnataga chiqdi, qanday bo'ldi debchi. Baylanish nomerlari 559 62 62 42 ga WhatsAppdan yozsanglar, to'liq informatsiya olasizlar. Qancha so'm расход ketgani, qanday bo'lishi, qancha komnataga kuchi jetishi, inshaalloh o'shintib jasab bera olamiz.